Sakkizinchi oyga kelib chaqaloqlar ko'proq harakat qilishga, atrofdagi dunyoni kashf qilishni boshlaydi. Harakatchanlik keyincha mustaqillik va qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi. Lekin xavfsizlikka e'tiborli bo'lish juda muhimdir. O'sish va jismoniy rivojlanish. Bu vaqtga kelib chaqaloqlar odatda oyiga 200-450 gram atrofida vazn qo'shadi. Bo'yi 1-1,5 santimetrga oshadi. Bosh aylanasi esa taxminan 0,5 santimetrga kattalashadi. Rivojlanish bosqichlari. Yirik motorik qobiliyatlar. Tayanchsiz bir maromda o'tira oladi. Emaklashga tayyorlanish uchun qo'l va tizzalarda oldinga orqaga chayqaladi. Oldinga harakatlanishdan avval orqaga siljishi yoki sudralib borishi mumkin. Nozik motorik qobiliyatlar. Bosh barmoq va boshqa barmoqlarni birgalikda ishlatishni boshlaydi. Bosh va ko'rsatkich barmoqchalarini xuddi qisqichdek ishlata oladi. Narsalarni ongli ravishda olib tashlaydi. Shishani mustaqil ravishda ushlay oladi. Ijtimoiy va hissiy. Chapak-chapak va kuku o'yinlarini o'ynaydi. Tanish odamlarni taniydi va ota-onasini boshqalardan ko'proq afzal ko'rishi mumkin. Ba'zi ovqatlar yoki vaziyatlarni yoqtirmasligini ifodalaydi. Aloqa. Mama, dada kabi bo'g'inlarni takrorlaydi. Yo'q yoki yeng kabi oddiy so'zlarni tushunadi. Ovozingiz ohangidagi o'zgarishlarga munosabat bildiradi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Agar 8 oylik chaqalog'ingiz tayanmay o'tira olmasa, qiziqarli narsalar tomon intilmasa, g'uldiramasa yoki unli tovushlar chiqara olmasa, tanish ovozlarga nisbatan befarq ko'rinsa, pediatringiz bilan bog'laning. Ota-onalarga maslahatlar. Uyni chaqaloq uchun xavfsiz muhitga aylantiring. Razitkalarni berkiting, mebellarni mustahkamlang va mayda buyumlarni olib tashlang. Bolaning qo'li yetmaydigan joyga rangli o'yinchoqlarni qo'yib, emaklashga undang. Yumshoq mevalar yoki pishirilgan sabzavotlar kabi xavfsiz qo'lda ushlab yeydigan ovqatlarni bering. Taqlid qilishni rag'batlantirish uchun ko'zgu o'yinlarni o'ynang va qarsak chaling. Muntazam uyqu tartibini yo'lga qo'ying. Chunki bu yoshdagi chaqaloqlar odatda kuniga 2 marta uxlaydi.